Salom hammaga do'stlar. Bugun sizlar bilan qishloqqa borganimda yangi vlogini olishga qaror qildim va har bir qadamni videoga olishga ulgurmadim-u, lekin videoga olishga harakat qildim. Ora-orada olmagan videolarim ham qolib ketgan, shuning uchun ham uzrasizlar, lekin eshitib turinglar, mana shu joyda juda ham zo'r gapirib qo'yganman-da. Qalaysizlar? Ay, bu tomondan olay, chiqib ketmayku. De, chalinglar. De. De, chaling. To'xtang, hammani tushishim kerak. Chiq deydi. Voy. To'xtang. Yo'q, xudo. Lisa, mumina yaxshimisan? Ora-orada yegan va yemagan hazillardan ham eshitib qolishingiz mumkin. Jiyanimning o'zini talabiga binoan markerlarni obzor qildim. Obzor qilmasligimga ham qo'ymadi. Keldik. Endi Muminani sumkasidan narsani. Obzor qilamiz-da. Obzor qilsang. Ha, hozir. Muminani sumkasini obzor qilaylik. Ha. Mana listga kirgizib. Mana listlari, kimni mana chizib tashlagan. Hammasidan anaqa. Mana markerlari, tipa. G'azkami nima bu? Ana ilzalik. Yo'q. Buni qaranglar. Buni chiroyli bo'yapsan, mana buni. Mana buni sal nito bo'lib qolgan bu. Aftan qarab. Mana bu nima bu? Buni qancha qo'yishga? Ha? Ha, menda ham shunaqa kapibaralik. Qancha qo'ying? Biz egala olaylik o'sha. 75. Kraskalarmi? O'zi qilgani. Bloknotchalarmi? Day. O'zi qilgan kraskalar, lekin kraskalar ham oddiy daftar. Mana. Day. Obzor. Ishadni marker. 3ta 4ta yo'q. Formamniki. 5ta. Bu ham markermi? Nima qalamni o'ylabman? Nechta? 1 ta, 2 ta, 4, 5. Yo'q, menda buncha marker yo'q. Guash, bloknotcha. Bu tug'ilgan kuniga emas, yangi yilga kelgan. Tug'ilgan kuniga degan yo'q. Lekin bitta narsani bilmaydi. Mana yoshligimda bitta yo'qolgan narsani topib oldim. O'chirma. To'xtachi. Qancha mana qo'ling qo'yibdi. Yurakcha balo bormi? Bo'ldi. Sizga lak bosqin qo'yinglar. Qizlar. Sizga ay, nimani siz? Bor yo'qoldi. Ana gnomchalar bilan biz futbol o'ynaymiz hozirda. Sen bilan bo'lgan hozir. Futbol sen emas. Men sendan zo'r o'ynayman. Bilet chor. O'ynashni bilmaysan, uka, sendan zo'r o'ynayman. Biz ana uchastka. Men bunga hozir biz minmoqchimiz o'zi. Lekin minmoqchimiz. Ya xudo, tikon ana qilamiz. Dadang turibdi sho'rchaqonchida 1 soat bilan futbol o'ynashni. O'zim ko'raman. Deydi. Kanal bilasanmi o'zi? Atasekada hozir biz bo'ya tikonni zavod qildik bugun. Transformer o'zi biz bo'yagini bazor qildik shuni. Mana nima qilamiz-da? Shuni ham ochamiz. O'sha bilaman, o'sha. Bo'ldim. O'ldirdish. Ha, chetdan olaman. Bo'lmayapti bu? Chetdan olamiz. Qayering, opa, qayring. Poni. Aha, yo'q bo'lmayapti-ku. Ana. Oldi gitti taktok. Yaponiyasilar. Foto. Yaponiya bayrog'ini qaranglar. Shuni yashil atrofini ko'k qilib. Yuring, mana bu kirik. Давайте обзорчик qilamiz. Bilamiz. Xudini. Necha soat? 1 soat. 1 soat sabr qilishimiz kerak. Qaranglar, bu yerda 1 soatda lekin ko'prikdan o'tamiz, biz hozir kimdir itarib olmasa. Saklayman. Mama qarang.
Men aqlli qaranglar. Men o'rtasini yashil atrofini ko'k dedi. Yashil bilan ko'k farqi bilmaysanmi? Mana qilib bo'ldi. Bitta amacha bor. Mana biz baysadik. Kim uchun to'lib tashadi buni? Mana qopti. Mana bu yulduz bilan oy ekan, короче. Men qanday taxlislashim? Hammaga yordam beramiz. Hozir biz ana qildik. Uni o'ynab bo'ldik. Endi dasturxon bezatyapmiz. Iftorlikka mana suvni ocholmay o'tiribdi hozir. Bu yoqlarni ko'rsataman. Hozir ham bitta uy ham bor. U yoqda hozir ko'rsataman. Mana. Sabrina opa menga nechtadan qo'yamiz? So'ramadingmi? Oyi! Ana qo'yavering nechtadan bo'lsa. 3tadan qo'yaylik. Yo'q, ko'proq qo'ying. 3 kishidan-ku mana. 3 kishi ichmaydi-ku. 10 kishidan. Ha. Hozir videoda to'xtat. Xo'p. Bitta o'yinchoqchalar. Popit. Varaga uchiramiz menimcha. Qilishchi. Mana hozir chiqyapti. O'zimizga qilyapmiz. Bitta ko'ryapman. Anaqa. Sprite bilan Shundan keyin biza hamma joyni yig'ishtirib, uni o'ynab, maza qilib, keyin uxlashga yotdik. Keyin biz dadam tarafga bordik o'sha kuni va oshxonani tozalashga dadam chaqirgandilar va o'sha yerda oshxonani tozalab ungacha qolib ketibmiz kechgacha. Keyin bularni o'zlaringiz ko'ringlar, bu yoqda amamnikida biz bayram qilganmiz. Shashlik pishirayotgan vaqt hammaning yuzi ko'rinib qolgan, juda ham shuning uchun ham mana shunaqa rasmlarni qo'yishga qaror qildim. Zirkarli. Hozir siz bundan keyingi ko'radigan klipingizda onamni eski narsalarni kimdir o'sha yerdagilar to'zib tashlagan, biz o'shani yig'ishtirganini ko'rganmiz. Men esa onamning eski narsalarni o'zimcha cringe videolar qilib obzor qilganman. Fay. Agar sizlar shu bitta shuni olsa, toq etib debsa. Bular ikkinchi kunni boshda olingan, men esa buni videoni ozroq boshga qo'yish esimdan chiqib ketib qolgan. Buni qaranglar do'stlar. Sumочкачani bittasi yo'q bo'lmasa olardim o'zimga. Wow. Menga eng yoqqani mana hozir ko'rsataman. Bu emas. Bundan zo'r ekan, lekin men bu yoqda menga eng ko'pi buni qaranglar, zarlari bittalab tikilgan. Qanaqa tikilgan bilmayman. Sabrim chidamagan bo'lardi menda, lekin buni qaranglar buni. Mana qaranglar, buni o'zlari tikkan ekanlar. Yo, choy ichmayman, oyi. Buni qaranglar, bitta o'zi bizga boyagina shu yil ana o'zar tikishib o'tirilib, men buni qittiq narsani tikaman deguncha vashi sabrim chidamadi, to'g'ri aytsam. Qani katta bo'lsam olib ketar ekanman. Lekin ko'chada elegantly ko'rinadi u. Mana qaranglar, buni men bu yubka zo'r ekan, bitta tugmas bo'lish kerak. Men shu olib ketmoqchiman, juda chiroyli ko'rinyapti o'zimga. Qishga yuvib kiysam bo'ladi. Zo'r ekan lekin. Do'stlar, men buni o'zimga zo'r narsa topdim desam, onam razmeri menga ozgina katta ekan desam, bu dadamniki ekan. Yo xudo. Qarab beringlar, men kostyum menga yo'qdi lekin. Sizlar aytib kiyaveraman ekan. Qilib. Lekin men qayta qolmaydi-ku. Selish kerak. Do'stlar, mana qarang, jinsi yubkani. Buni ustiga kiysam bo'ladi. Men zo'r ekan lekin bu. Men bu yubka bilan bu kostyum kiyib qo'ymoqchiman. Mana. Qaranglar buni. Do'stlar, men Chinor Ultra Pro Max bilan. Buni qaranglar. Menga yubka yo'qdi. Mana bu joyda juda katta podozrительно. Mana da podozrительно ko'ryapti. No, tarjimasini o'zi ham bilmaydi. Mana qilaylik. Umuman bo'lmaydi bu. Umuman basharagan. Mayli, narsa qo'ying. Mana bu yubkani ko'rdik. Samnera qilamiz. Stili yo'qdi bu yubkani. Uni ikkitachalari ham bor ekan. Yo'q, qarang, menga olib ketaman. Уже mana ikkinchi kunim tugadi. Shu bilan endi 21 mart 3-kunimiz.